Ben müşk yigit. Ben müşk yaprak kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是讲世纪。Ağırını kanık düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizge uxlaş yiyip gelme. Müşk yigit ve şilim çıktık. Oh, bek yaxshi bo'ldi. Yangi gup film qo'yildi ekan. Biz bu filmni burun ko'rib boqqangu deyman. Shundoq. Bu yangi chaplig'ini kinoning e'lon emaskan. Qaranglar tunda niqoblang'ich ekan. O nima qilmoqchidir? Tushadigan shilimshiq narsa bilan munosabatlikmikin? Bu narsalar qarmoq shilimshiq chaplaq o'xshaydi ekan. Uning ustiga bek jiq ekan. Qaraganda u razil planni qayta ish qilmoqchi bo'pti. Ansirmanglar, dunyoni qutqizgan qahramon mana Konno. Müşk yigitin bir parça isli ilanını tayyorlasam bo'g'dak. Biz birlikda qutqizaylik. Faqat bu qitimqi vazifani o'rinda yalasaqla kimning qahramon bo'lishi muhim emas. Albatta, lekin bu qitimqi vazifa qahramonlar tazkirasiga bitiladi. Mening toqatim toq bo'ldi. Uxlash kimlik azmatlar, otlayli. Sinib kirib ketiga qutqizamiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa Men müşk yaprak kız. Geri bo'lsa Men patlıcık balvan. Konno bo'lsa Men müşk yigit. Biz uxlash kimlik azmatlar. Mening müşk mashinam o'ltirayli. Biz bu e'lonlarni bo'ylab mangaydi. To'xtab qolmay, davomli chaplonlar niqoblang'uchilar. Nihoyat tezda hamma odam mening kimligimni biladi. Nima? Uxlash kiyimlik azmatlar bu yoqqa kelyapti-da. Nihoyat yaxshi. Chayingni midirlamay tur. Tunda niqoblang'ich bu e'lonlar qandaq ish? Uxlash kiyimlik azmatlar. O'zimni ko'z-ko'z qilganim uchun meni ayblamanglar. Men nihoyat tezda tarixdan bu yoqqa eng eski harakatni boshlamoqchiman. Behli mükemmelken, eğer tunda niqoblang'uchi ablaq harakatini boshlasa, undaqda men darajadan tashqari qutqizg'uchi bo'la olaman. Bilman, mening bu shaharda eski ish qilib nomim taraldi. Biroq buni texmi ilgirlagan holda tamomlamoqchiman. Ya'ni men faqat bu g'oyat zo'r shilimshiq top bilan butun shaharni qoplayman. Birisi bilan maktabni qoplayman, birisi bilan muzeyni qoplayman. Albatta, bog'chini unutib qolmasligim kerak. Kishilar bu ish to'g'rini paranglashadi. Shuning bilan bir vaqtda uni tozlaydi. Molishning ko'mamdigan o shilimshiq top bekjonkan. Ansirmay patmachiq bolvat. Buni menga topshir. Ha, asli yaqinda bu yan sen bekor qolganda mushishni qilib tutgansan-da. Eski ablaq bo'lish mening oddiy qiziqishim emas. Bu shilimshiq toplar yo'qon bo'lib qolmay, men yana yangi rism orqali ularni elastiklikqa ega qildim. Shu ularning buzg'unchiligi texmi cho'ng. Ha? Sizlar nima demoqchi? Acaba buning cho'ngligi yetmamda? Sizlarning texmi eski planinglar bormi? Amsi biz ko'rib boqaylik. Shilimshiq toplar, yo'lga chiqinglar. Men birinchisini to'saysizlar, keyin shilimshiq topni to'sanglar. Ha, texmi yaxshi amaldan birini topdim. To'xtab tur, darajadan tashqari qutqizg'ich ekanligim esingdami? Buni menga topshir. Sahrab chiqaman. Oladigan bo'ldim. Bir qancha shilimshiq to'plarni to'sish qanchalik ishdi. Yanada cho'ngda to'siq qaltis bo'ladi ekan. Bu cho'qim bizning qahramonlar tazkirasiga bitiladi.
Ehtiyat qil, mushuk yigit. Ha? O ya! O ya, mening mushuk mashinam. Men mashinamni yengilib uyg'ontdim. Bu nima degani ular? Mag'lubiyat demoqchimi? Sizlarning ahmoqona fikringlarni anglig'im yo'q. Men degan aski ablah. Men o'z usulim bilan darajadan tashqari aski ishni qilaman. U planning unum bermaganligini bilaman, lekin keyingi plan cho'qim unum berdi. Bu ish texi tugmadi. Kishini bizar qiladigan ablahlar. Qani ko'ramiz. Darajadan tashqari qutqizish planimning asqatmaganligiga shakkim Darajadan tashqari qutqizish planingdan ham yeyman, mushuk yigit. Bu qitimqi vazifani o'rindishimiz kerak. Biroq bu darajadan tashqari qahramon bo'lishim uchun yaxshi fursat edi. Meningcha, biz ularni yutirib qo'ygan o'xshaymiz. O'tkir kes. U avyad ekan. Mendek darajadan tashqari qahramonga yuzlashga tayyorlanib qoldinglarmi? Ular ne qochib ketgandi? Mau ishni ko'rmamdigan bu bir parcha shilimshiq to'g'ri ekan. Nadigan yana bir yo'l bor. Ustiga uchaylik. Qarag'anda darajadan tashqari kuchli qo'lni ishqa solib masalani hal qilsak bo'lg'uday. Aldirma patmachiq polvon. Men yanala darajadan tashqari ushqirmish bilan bu to'rni ochay. Tayyorlik bitdi, tezkira. Unda qilma mushuk yigit. To'xtab tur. Bu ablahlar xuddi chivinga o'xshash. Mening shilimshiq to'rimga choplashib qopdi. Hozirgi ahvol mening o'ylaganimdan bakrak nachar ekan. Sening texi olchin nachar emas deganing nimasi? Ma'qul. Amsi men texim askilikda ufchiga chiqqan amalni o'ylab topay. Darajadan tashqari kuchli qo'l. Berdoshlik bergan men seni qutqizib olay. Kayniga yon. Rahmat patmachiq polvon. Tundini qoplanguchi yanala bo'ldi qilmaydi. Bu qitim men haqiqiy qutqizuvchi bo'laman. Bu bakli qoltis ish. Lekin mushuk yigit. To'xtanglar. Men amal topdim. Yana unutib qoldim. Sen amal topdingmi? Yo'q. Niqoblanuvchilar hazil amal topolmaydi. Menni topa olayman. Endi otlaninglar. Axir qo'limizga tushdim tunda niqoblang'ichi. Bizga nimani planlayotganligini aytib-ba. O degan. To'xtab tur. Bu kunlarda alohidalik eski ablah bo'lmoq nimanda tasdi? O'yinni oxirlashtir. Endi uning hech qanday amal qilmabdi. Undaq bo'lsa, men darajadan tashqari qutqizish planimni o'rindayolmayman. Yigit, biz uni to'sib oldik. Bilaman. Faqat shu agar tunda niqoblanuvchi aski chiqmasa, men qandoqmi yaxshi ish qila olmayman. Bir tunda niqoblanuvchi aski ablahning o'zgarishi. Yaxshi, niqoblanuvchilarim, haliq planni menga deb beringlar. Darhol. Sen nimishqa bundaq gap qilasan? Hech nima bo'lmaydi. Mayli qandoqli bo'lsin, men texim yaxshi qila olmayman. Meni askarkinlarga ko'p rahmat niqoblanuvchilar. Men izchil shuniga erishmoqchi edim, qaror qildim. Dal sen. U yana nima qilmoqchidir? Berib uni tutayli. Darajadan tashqari qutqizishni boshlaydigan vaqt bo'ldi. Uxlash kelmik azmatlar. Tez. Sen bu çağrını işiltib qolding tunda niqoblanguchi. Yana saqlab turay. Bu yep-yangi narsa. Bu men topgan eng yaxshi chora. Sen bu torni ishiltib qo'yganding-ku. Lekin sen mening ulug'vor planimni ko'rmading. Buni qanday ishiltidi? To'g'ri. Men uning bundoq yugurib yurishiga o'sh.
Sizlarning shtabinglarga hujum qilmoqchi ekanligimni hargizmi o'ylab yetamaysizlar. Chaplashib qolgandan keyin men texmi ko'p shilimshiq shaploq bilan sizlarni o'rib yetaman. U joyda sizlar u yerga menga chaplashib qolasizlar. Buning hammasi mening xatoligim. Darajadan tashqari qutqizishni sinayman degan bo'lsam, bizmi bu kunga qilmagan bo'ladi-ku. Endi bo'lganda bu ishni uchaylan birga hal qilishimiz kerak. Uxlash kiyimlik azimat o'tirg'i chiqdi. Patmuchiq polvon bizni chopsan tushib qo'y. Darajadan tashqari kuchli qo'l. Yaxshi, navbat sana keldi, meshga yapilaq qiz. Bo'shliqqa qaltis uchar odamni bir Sallah ya. Tangdasiz bir kitqanidi. Hozirqisi ko'pchilikning darajadan tashqari qutqizish plani. Bu qitim biz birga otilamiz. Meshga yapilaq qiz, o'tirg'i chiq. Hey, tunda niqoblanguvchi, biz keldik. Biroq bu mumkin emas. Uxlash kiyimlik azmatlarning dumini to'pini o'ynag'ing bormi? Yo'q. Yaxshi qildik, birodarlar. Bu haqiqatan eng qaltis qutqizish bo'ldi. Qutqizish planini o'rinlayolmaganligim uchun parishon bo'lmaydigansan. Eng yaxshi qutqizish shuki, uchimiz birlikda tunni niqoblanguvchini to'sib qoldik. Uxlash kiyimlik azmatlar birga tantana qilayli. Har bir tunda kechida dunyoni. Biz buni tundagi uxlash kiyimlik azmatlar tunda niqoblanguvchini qattiq mag'lub qildik deb atayli. U endi xayr uzang'ich paydo bo'lmaydigandi. Sat bo'ldi. Men shilimshiqni jiqishiltib yutibman. Bo'pti, yaxshi do'stlar, menga chaplashib turish kerak.